Assalomu alaykum do'stlar. Toyota Prius soxtadi yili 2008 ob'yom 1.5. Mashina o'zimniki. Sotishga qaror qildim. 680 ming deyapman do'stlar. Kuzovlar hamma toza. Dvigatel, korobka, batareykasi ham yaxshi. Расход qilmaydi dvigatel. И лобовойlarga kelsak, hammasi original loboviylar. Do'stlar, almashmagan, серьезный DTF bo'lmagan. Oldi arqa bamperda ozgina sinov joylari bor. Shularni almashtirish kerak bo'ldi. Mashina Irkutsk shahrida taksida ishlayman. 680 ming deyapman, kami bor. Liboy shaharga bemalol yetib boradi. Rossiyaning Liboy shahriga boradi bemalol. Mana orqa bamperda ozgina sinovi bor, orqa tomonda. Saloniga kelsak, salonlar kojinli salon, mana toza chexollar. Bunaqa молочный svetda sidena o'ziniki. Sidena ham hali toza turibdi, hali ishlatilmagan, to есть ochilmagan. Oldi mana. Oldida ham chexollar, Евроковрик и multirul. Bemalol roldan boshqarib, muzika, pechka, konditsioner hamma uni shu yerdan regirovka qilib ketsa bo'ladi. Konditsionerlar ishlayapti. Hozircha расходi 18.3. Bu degani 6 litr, 106 litr расход qilyapti. Probegi 253 probeg. Почти 3 yildan beri minyapman do'stlar. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. 680 ming kami bor. Liboy shaharga yetib boradi. Ne только shaharga, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston bemalol minib borib kelishlari ham mumkin. Bemalol telefon qilib, yana podrobniy WhatsApp yozsalaring javob beraman.